ChatGPT, men Yandex qilaman. Qanchada boyib ketsam bo'ladi. Buni iloji yo'q. Yandexda hech qachon ko'karmaysiz. Ye, onangni nemga ChatGPT ham charchaganmi nima bola? Ho, mana vizib tushdi. Daga ish bor. Uf, ishga kech qolib ketdim. Yandexim 15 minut ko'rsatib yotibdi. Kutmayman bunaqada. Aka, taksimisiz Yunusobodga? O'lsa Yandex bo'lmay, отказ qilaman. Zakaz отменен. Ye, onangni nemga qizi, eshigini tagiga kelganimda отказ qilib yubordimi? Alo, opa? Eshigingiz tagiga yetib kelganimdan keyin boshqa mashinaga chiqib ketib yubordingizmi? 15 minut kutmayman-ku, siz ungacha ishda bo'laman men. Va 7,5 kilometrdan kelyapman men ham. Eplasangiz ishlaydi, aka, bitta atmen bilan o'lib qolmaysiz. Bo'ldi, bitta atmen bo'lsa atmenda. Bo'ldi, kechga ko'rishamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum salom. Labbay aka. Hozir taksiga o'tirib ketgan qiz tanimaysizmi mabodo? Shahnozni taniyman, qo'shnimmi? Ishga ketdi shoshilib. Qayda ishlashni bilmaysizmi aka? Ana minordagi barbekü burgerda ishlaydi aka. Nima masala? Yo'q aka, bo'ldi, rahmat. Big'illataman qarab tursa. Alo. Allo, barbekü burger eshitadi? Ha, bizga singlim 80 ta barbekü burger qilib bersangiz, sergo'sh qilib, qudalar kelib qoladi uyga. Puldan muammo yo'q. Cho't kelib dastavka qilib bering, aytgan pulingizni beraman. 80 ta? Bo'ldi aka, dastavka qilib beramiz. Xo'p, qizlar katta zakaz tushdi. 4 ta berib yuboring so'zi bilan. Hop. Alo. Aka, dastavkangiz tayyor bo'ldi, chiqazib yubordim. Dastavka? Qanaqa dastavka? 80 ta burger aka, o'zingiz aytgandek go'shtli, sochni qilib chiqazib yubordim. Ha, burgermi? Va burgerda atmen qilib qo'yinglar. Mehmonlar ketdi, qonimiz so'q deyishsa. Voy bu, bitta atmen bilan odam o'lmaydi, opa. Eplasangiz ishlang-da, ish bu.